Mana bu apparatimiz ham eski holatda ishlayapti. Bunda kamchilik chiqmadi. Xudo xolasa ishlayapti mana chiroyli. O'sha birinchi qana holatda qo'ygan bo'lsak, o'sha holatda ishlayapti. Muammo yo'q. Necha oy bo'ldi? Mana deyarli 6 oydan beri mana shu stanoklar ishlayapti. Bu hali buzilmadi ama bitta o'zini almashtirdi. 6 oyda ichida mana buzilgan yo'q deyishyapti akamiz o'zi, Navoiy akamiz. Asketa oltamaga bitta bering. Navoiy akalar gazini bosamiz. Aloqaga chiqsalaring, stanoklarimiz tayyorlari bor. Eltib beramiz. Kelishgan holda narxlari. Mana. Bunga ham deyarli 6 oy bo'lgan. 6 oydan beri o'sha orada bir remen uzilgan, remen uzib, o'sha o'zlarini aybi bilan uzilgan remen, bir oyda 2 ta remen uzgan. Hozir uni ham to'g'rilab berdik. Endi bundan buyog'iga o'sha remenni ham uzmaydi, yaxshi chiroyli holatda ishlaydi. Gazini bosamiz, nima akalar?